Vaqt o'tib, atri stoyksi o'zgaradimi degan savolning ikkinchi qismiga keldik. Boshida biz moyi gaplashdik, endi esa biz уже tayyor holatda, ya'ni atri o'zining spirti bilan aralashgan holatini gaplashamiz. Bundan oldin biz maturatsiya degan temani chiqargandik. Bizning relsda bor, o'shani ham boshqadan ko'rib chiqishingiz mumkin. Va bu mavzuni men boshqadan olib chiqmoqchiman. Nima uchun? Chunki oxirgi paytda klientlarim kelyapti. Aynan shu maturatsiya usulidan o'zligini, mahsulotini yaxshiroq qilganlarni menga aytib berishyapti. Ya'ni bu juda ham aktual bo'lgan mavzu bo'ldi. Biz atir moyini, spirtini aralashtirganimizdan keyin bemalol uni ishlatib ketishimiz mumkin. Ammo bizda spirt hidi uni bilinadi, stoyksi kamroq bo'ladi va umumiy ko'rinishda aromatda glubokosти aromati deb aytiladi. Ya'ni uni chuqurligi, uni boyligi juda ham qisqa va kichkina bo'lgan holatda joylashgan bo'ladi. Tayyor atirlarni stoyksi o'zgaradi va hammasi vaqt bilan bo'ladi. Ya'ni bularda hammasida bitta narsa bor, o'zim klientlarimga aytaman, o'zinglar bilasizlar, vino degan mahsulot bor. Vaqt o'tgach u yaxshilanadi. Ya'ni o'zini tsensillari bor, uni yoqtiradigan odamlar ko'proq yillar saqlangan variantini olishadi. Atirda ham xuddi shu effekt bo'ladi. Ya'ni vaqt o'tgach tayyor atir o'zgaradi va stoyksi ham oshadi.